Assalomu alaykum. Sizlar bilan Foydali Link YouTube kanali. Kamina Jasurbek. Xudo xohlasa bugun ham sizlarga manfaatli va foydali bo'lgan saytlarni obzor tarzida ko'rsatib bermoqchiman. Ichimizda karikaturaga qiziqqan, ayniqsa karikatura ishqibozi bo'lgan va mana shu karikaturani orqasidan o'z loyihalarini sotmoqchi bo'lgan yoki bo'lmasam bevosita karikatura ishqibozi bo'lib mana shu narsalarni kuzatib boradigan tomoshabinlarimiz ham yetarlicha. Demak, biz bugun sizlarga obzor qilib bermoqchi bo'lgan saytimiz, ya'ni foydali linkimiz karikaturaga bag'ishlanadi. Demak, ushbu saytimiz orqali siz bemalol karikatura, dunyo bo'yicha eng mashhur karikatura rassomlarini, mahsulotlarini kuzatib borishingiz, yuklab olishingiz, bevosita ularni videolardan foydalanishingiz yoki bo'lmasam o'z mahsulotlaringizni ham yuklashingiz mumkin bo'ladi. Demak, har doimgidek video ostida ushbu sayt manzili qoldiriladi, ya'ni Iron Cartoons degan sayt haqida gaplashamiz. Ushbu saytga tashrif buyurganingizda, ya'ni ironcartoons.com sayti xuddi mana shunaqa oyna ochiladi, ya'ni markaz qismida saytning nomi yozilgan. Bu yerda esa yuqori qismda mana bu joyda mana bu joyda esa bizda bo'limlarimiz joylashtirilgan, ya'ni mana shu bo'limlardan kelib chiqamiz. Bu yerda aynan karikatura, o'zi karikatura nima? Ko'pchilik tushunmasligi mumkin, ya'ni karikatura nimaligini, ma'lum bir voqelikni yoki bo'lmasa ma'lum bir bo'lib o'tgan tadbirni desak ham bo'lardi, yoki uchrashuvlarni yoki insoniyat faoliyatini kulgili tarzda yoritib berish. Jamiyatdagi voqeliklarni kulgu ostida achchiq haqiqat qilib sizlarga yoritib berishadi. Misol tariqasida mana bu insonni ko'rib turibsizlar, mana markaz qismidagi inson, ya'ni oddiygina mana shu insonni ko'rib turgan bo'lsalaring kerak. O'zi oddiy inson, lekin oynaga qaraganda nima to'ba qildimi, cho'chqani ko'rib turibdi. Ya'ni buni xarakteri, ya'ni qaysidir bir mashhur inson, lekin mashhur insonni bir nima qo'shtirnoq ichida qiliqlari, xarakteri olib borgan islohotlardan kelib chiqib uni cho'chqaga tenglashtirib ko'rsatib beryapti. Ya'ni ko'rsin shu achchiq haqiqat deb ommaga ko'rsatib berish. Demak, saytga tashrif buyurgansiz, ya'ni karikatura nimaligini tushunib olgan bo'lsangiz, saytga tashrif buyursangiz xuddi mana shunaqa oyna ochiladi. Birinchi bo'limga kiradigan bo'lsak, bu eng mashhur galereyadagi rasmlar hisoblanadi. Ya'ni xo'p, bu yerda bizda dunyoning eng yaxshi multfilm galereyasidan, ya'ni 2560 ta qismdan iborat bo'lgan karikatura rasmlarni ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, istalgan bir rasmni ustiga olib borib chiqonchani bossangiz, xuddi mana shunaqa oyna ochiladi. Bu joyda endi hammamiz bilgan, ya'ni kommentariyada izohni qoldiringlar, qaysi shaxsga tegishli bo'lgan rasm. Ya'ni shaxsga deganimiz, bu yerda bitta shaxsni o'xshatishgan, ya'ni karikaturasini chiqarishgan, ya'ni post qilib qoldirishgan. Kommentariyada bu insonni taniyotganlar bo'lsa, bemalol qoldirishi mumkin. To'g'rilarga o'zim like bosib o'taman. Xo'p, karikatura mana bu joyda ko'rib turibsizlar, ya'ni karikatura xuddi shunday narsaki, ma'lum bir voqeliklarni kulgu ostida achchiq haqiqat qilib yashiradi. Misol uchun, mana bu joyda mana bolalarni qorni och, lekin orqa tomonda nima urush manzaralari tasvirlangan. Bu yerda esa nima bo'sh vilkalar bir-biriga tegib turibdi, idishlar bo'sh. Ya'ni bu joyda biz biroz falsafiyroq fikrlashimiz kerak va dunyoqarashimizni nima kengaytirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu joyda ko'rib turibsizlar, mana misol uchun bu yerda pingvinlar xuddi jamiyatni tasvirlab bergan, ya'ni Titanic bilsalaring kerak, Titanic filmini mana ko'rib turibsizlar, xuddi pingvinlar misolida mana bu joyda mana ikkita pingvin qo'l ushlashib turibdi. Bu yerda pingvinlar bir-biriga qaragan, kimdir ishi bo'lgan, ishi bo'lmagan vaziyat. Ya'ni biroz hayratlanarli, kulgili, lekin voqelikni nima yoritib bergan. Ya'ni mana bu joyda biroz siyosiyroq bo'lgan rasmlar ham bor, bunga e'tibor bermaymiz. Ya'ni xuddi shunday, ya'ni kirib bemalol karikaturaga qiziquvchilar bemalol mana shu bo'limni ko'rish mumkin. Endi yo'q, men videolarga qiziqaman desalaring, mana shu bo'limda karikaturani ham kulgu ostiga yashiringan achchiq haqiqatlarga bag'ishlangan mana bu joyda videolar bo'limi bor. Mana shu bo'limning ustiga bir marta bossanglar, ya'ni mana turli xil nima videolar sizlarni kutib turibdi. Bu yerda bemalol kirib o'sha videoni ustiga bir marta bosish orqali, albatta men hozir kirmayman, sababi avtorskiga tushib qolishi mumkin. Mualliflik huquqi tushib qolishi mumkin. Ya'ni videoni bizda mualliflik huquqini olmaganmiz, ya'ni YouTube'da qo'yib bera olmaymiz, lekin siz bemalol buni kirib xohlasangiz yuklab olib o'zingiz uchun nima desa bo'ladi, mantiqiy xulosa chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda juda ham ko'plab karikatura rasmlar bor. Pastroqqa tushaverasiz, juda ham ko'p. Misol uchun mana bu bo'limga kiradigan bo'lsangiz, ya'ni dunyoning eng yaxshi galereyalaridan biri bo'lgan, bu yerda ham juda ham ko'plab karikatura rasmlari o'z aksini topgan.
Ya'ni mana bu joyda siyosiy qism ko'rsatib berilgan. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida prezident saylovlari o'zlaring tushundilaring shekilli. Mana bu joyda misol uchun Elon Musk tasvirlangan, Tramp tasvirlab qo'yilgan, Elon Muskning o'g'li, ya'ni ma'lum bir qo'shtirnochli kulgi ostida qandaydir bir voqelikni tasvirlab berishgan. Ya'ni bu yerda oddiy haqiqatlardan, jamiyatning eng oddiy haqiqatlaridan tortib toki dunyo miqyosidagi siyosiy vaziyatgacha karikatura kulgu ostiga olib turib yoritib berishgan. Misol uchun mana bu joyda mana bog' tasvirlangan ko'rib turibsizlar. Ijtimoiy tarmoqlar hamma o'zi bilan kelyapti. Misol uchun Instagram bor bu yerda, layklar, kommentlar va hokazo. Ya'ni bu joyda nimani tasvirlangan? Bu bilan ijtimoiy tarmoqlar mavqei, o'rnini emas, aksincha insonlar hattoki insonlarning hayotiga shu darajada kirib ketdiki, ijtimoiy tarmoqlar hattoki bog'larda ham insonlar fikri xayoli shu narsada degan ma'noda qo'llanilgan. Ya'ni bu joyda hatto kechalakka chiqsa mana bu insonlar Instagram haqida o'ylashyapti, Instagramga post olish haqida yoki bo'lmasam oddiygina turli xil attraksionlarga chiqqanda ham o'zi maza qilish uchun emas, hayotdan zavq olish uchun emas, aksincha shu ijtimoiy tarmoqlarda o'zini baxtli qilib ko'rsatish uni maqsadi. Eng bo'ladi bu joyga chiqishdan maqsad bu ijtimoiy tarmoqlarda o'zini keng yoyib, mana odamlarga men baxtliman yoki men mana bu attraksionga chiqdim degan ma'noda ko'rsatish degan ma'noda bu yerda yoritib berilgan. Ya'ni odamlarning fikri xayoli xuddi shunaqa bo'lib qolgan hozirgi paytda deb karikaturada keng miqdorda yoritib beryapti. Yoki bo'lmasam mana bu oddiygina oq-qora tasvirlar ostida mana askarlar, soldatlar ketyapti. Hammasi o'zi ko'tarib olgan. Ya'ni shox-shabbani bu yerda mana e'tibor bersanglar boshlig'ini shox-shabbasini orqasiga askar ko'tarib olgan. Vaholanki buni unga rahbarlik qiladigan o'sha mayori bo'ladimi, general bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar quruq qo'l bilan oldida xotirjam ketyapti. Orqadagi askar hatto qurol ham ko'targan, o'ziga tegishli bo'lgan o'sha shox-shabbani himoya vositasini ham ko'targanda, qolaversa oldidagi rahbarini ham shox-shabbasini mana bu joyda uni shox-shabbasini ham ko'tarib olgan. Shu narsa kulgu ostida yoritib berilgan. Bundan tashqari juda ham ko'plar, ya'ni 2000 emas 10 mingga yaqin karikatura bo'limlari bor. Agar siz ma'lum bir rassom orqali kuzatmoqchi bo'lsangiz, rassomlar bo'limiga o'tsangiz, mana bu joyda rassomlar bor. Ya'ni bu joydan rassomlar orqali ham bemalol kuzatishingiz mumkin. Misol uchun Abbos Godar degan rassom bor ekan, ustiga bosib kirganingizda u haqida qisqacha ma'lumot. Ya'ni siz ham keyinchalik agar bu saytdan ro'yxatdan o'tib o'zingiz mahsulotlaringizni yuklamoqchi bo'lsangiz, bemalol yuklaysiz bo'laveradi. Bu joyda u chiqargan karikatura rasmlari turli xil mana ko'rib turibsizlar. Karikatura rasmlarini dollarlarni mana hisobiga kelyapti. Ya'ni soldatlarda, qurol yaroqlarda hisobiga degan ma'noda turli xil bombalar. Ya'ni biroz siyosiyroq karikaturachi hisoblanadi. Abbos Godarji 78-yilda tug'ilgan. Xo'p, xuddi shunday, agar siz karikaturaga qiziqadigan bo'lsangiz, bemalol ushbu saytdan bepul tarzda foydalanishingiz mumkin. Istalgan rasmlarni yuklab olishingiz o'zingiz uchun esdalik sifatida foydalanishingiz yoki bo'lmasam o'zingizning mahsulotlaringizni ham ushbu saytdan ro'yxatdan o'tib, rassom sifatida ro'yxatdan o'tib bemalol omadingizni sinab, ya'ni o'z mahsulotlaringizni ommaga taqdim qilishingiz mumkin. Xo'p, ushbu sayt manzili, ya'ni ironcartoon.com yoki bo'lmasam video ostida manzilni qoldiraman. Agar siz bizning foydali link YouTube kanalimizga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sababi bir-biridan kerakli va foydali bo'lgan saytlar haqida qisqacha obzorlarni sizga taqdim etamiz. Bundan avvalgi video darslarimizni ham bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. O'tkazgan 9 daqiqa vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaqin 9 daqiqa ichida sizlar bilan Kamina Jasurbek. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.